haqida juda ko'p savollar kelib tushibdi. O'sha uchun ham shu haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki bilasizmi, 90% odamlar jigar o'tqopini o'ziga qilsa, surunkali xoletsistit yoki zagib deb tashxis qo'yib beradi, keyin har bir odam xavotirga tushadi. Va menda zagib bor ekan yoki nimadir gapirishni boshlasam, menda zagib bor, menda tug'ma zagib bor deydi. Voy, uni farqi bor deyman-da. Demak, qaranglar, o'zi bu vahimami, nima bu haqida bir ma'lumot berib, miyalaringizdagini ochib qo'ymoqchiman. Demak, o't qopi motorik. Men bir kunda agar masalan bemor ko'radigan bo'lsam, yo'q deganda bir kunda 5 ta, 7 tagacha bemorda o't qop motorikani ko'raman. Ya'ni bu nima degani? Mana bizda o't qopini ishlashi bor. Odatda mana zagib bo'ladi, balki bu tug'madir, bu shunaqa anatomik joylashgandir. Masalan, yuragi o'ngda, chapda har xil bo'ladi-yu, xuddi shunaqa o't qopini ham joylashiga qarab, qiyshiq joylashgan bo'lishi mumkin, to'g'ri joylashgan bo'lishi mumkin, mana perpendikulyar to'g'ri joylashgan bo'lishi mumkin. Uni joyiga qarab zagib emas deyiladi. Lekin qanday joylashgan bo'lsa ham normada ishlayotgan o't qoplari juda ham ko'p. Chunki bizni praktikamizdan ko'rganmiz. Demak, odatda bemor shikoyat aytganda, masalan, ertalab turganda jig'ildonim qaynaydi, og'zimda achchiqdan bo'ladi, ovqat yegandan keyin o'ng qovurg'a ostimda og'riq bo'ladi, ba'zida sanchadi yoki yugursam nimadir osilganday bo'ladi yoki terlarimda tovuq terisiga o'xshagan terlanishlar, g'oz teri deydi, ana shunaqa bor desa, mana shunaqa ichim ko'p ketadi yoki teskari ichim qotadi desa, endi bu albatta bemorlarimizning shikoyatlari bo'ladi. Biz vrachlar eshitib turamizda, o't qopi motorikasini ko'raylik deymiz. Ya'ni hazmda qanaqa ishtirok etayotgan ekan bizning o't qopimiz deb qiziqamiz. Endi o't qop motorikasi nima? Har bitta yuqorida sanab o'tilgan shikoyatlar kimda bo'ladigan bo'lsa, albatta ular o't qopi motorika qilish kerak. Yoki o'zi uchun tekshirishga borganda o'zida o't qopi zagib ekan yoki xronический xoletsistit bor ekan deydiganlarga albatta o't qopimni motorikasini ko'rgin deb aytgan bo'lar edim. Demak, o't qopi motorikasini bilmoqchi bo'lsak, biz birinchi och qoringa uziga kiramiz. Uziga kirgandan keyin o't mana ovqat yemagan, qisqarmagan, to'lib turadi-da. Keyin biz aytamiz, chiqib bitta qaynatilgan tuxum yoki ozgina nonni sariyog' suriladi ustiga, o'shani yoki men yonimizda Safiya bor, bilinchki yeb olgin deyman-da, o'shanga o'xshab ko'proq qattiq hazm qilishiga, o't oqishiga undaydigan ovqatlarni beramiz va aytamiz 30 minutdan 1 soatgacha aylanib kelib kirgin deymiz. Va ular xudur yurib bermaga deymizda, yurgin deymiz. Keyin ularga ovqat yediramiz, yurib qaytib kelib kiradi. Kirganda biza o't qop millilitrda, bizda albatta buni kuchli mutaxassis uzidachilarimiz, ultratovush diagnostikada o'tiradigan mutaxassislar bizga yordam beradi va ular bizga sanab beradi. Bularning o'zlarini hisob-kitob matematikasi bor. Ular aytishadiki, bizga menga ba'zida 2 marta kirgizgin deydi, ba'zida 3 marta kirgizgin deydi. Bu har bitta ultratovush vrachining o'zining taktikasi. Masalan, menda o'zimda alohida 3 ta uzi doktorim bo'lsa, hammasi uchalasi 3 xil tekshiradi. Qaysilaridir 2 martada aytadi, qaysilaridir 3 martada. Bu ularning metodikasi va ular menga aytadi, gipokinetik. Masalan, bu yerda 3 ta natija kutib turaman. Birinchisi gipokinetik, o't yaxshi oqmaydi. Ya'ni ovqat yedi, keldi, o't yana turibdi. Umuman oqmagan. Obbo deyman. Gipokinetik, o't oqmadi. Bunga dori berishimiz kerak. Ya'ni oqizishimiz kerak. Masalan, bunga nima? Ursa dezoksxolivoy hozir Taura dezoks, ya'ni o'tni suyultirib oqizishimiz kerak. Agar kimda gipokinetik bo'ladigan bo'lsa, ularda o'tda toshlar, xolesterinli tosh, kalsiy, xullas tosh bo'lishga moyilligi ko'p bo'ladigan odamlar bo'ladi. O'sha uchun ham gipokinetikda har doim biz ehtiyot bilamiz va uni doimiyga ovqat ratsioniga ertalab ko'zini ochishi bilan suv ichishni tavsiya qilamiz. Suvlarni oddiy icha olmayman, uni rastarovka
shopshirlar solishimiz mumkin, limonlar solishimiz mumkin va xohlagan narsangizni solishingiz mumkin. Lekin birinchi ishimiz suv bilan boshlash kerak. Suv ichganda tozalab qirib ketish kerak bo'ladi. Gipokinetikliklar, kimda gipokinetik bo'ladigan bo'lsa, keyingisi normokinetik. Ular aytgan miqdorda oqib o'tgan bo'ladi. Bunda bunaqalarga tegmaymiz. Mana o't qopim zagib, nima qilibdi zagib bo'lsa ham, lekin o't qop o'z ishini vaqtida bajarib turibdi degan xulosaga kelinadi. Keyingisi esa giperkinetik. Ovqat yeganda hech narsa qolmaydi. Shu o'tib oqib ketadi. Bu giperkinetik. Bunga endi antatsitlar berish kerak. Bunda gastroenterologlar bilan ishlash kerak. O'sha uchun biz aytishimiz kerak, voy, bu hali o't qop birdaniga oqib ketdi, ya'ni giperkinetik ekan. Bular bilan komplekslar davolash kerak bo'ladi. O'sha uchun ham biz har doim o't qop motorika deganda albatta bitta vrach o'shan ustida o'tiradi, bu bilan shug'ullanadi va bemorni ovqat ratsionini, kunlik ratsionini shunga qarab tuzib berishadi. Shuning uchun har doim o't qopida muammo bo'ladigan bo'lsa yoki og'izda jig'ildon qaynashlar bo'ladigan bo'lsa, o'ng qovurg'asida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, albatta ularga men o't qopini oddiy emas, motorika bilan birga ko'rib bering deb talab qilishlarini, o'zlari shunaqa talab qilishlarini so'ragan bo'lardim va unda aniq qilib so'rang, menda gipokinetik ekanmi yoki giperkinetik ekanmi yoki normokinetik ekanmi? Mana shuni so'raganingizda hali borgan doktoringiz og'zi ochilib qolsa kerak yo'q. Hamma narsani qayerdan bildiradi. Chunki men har doim aytaman, meni bemorlarim o'ta aqlli bo'ladi. Ularning aqlli bo'lishiga sabab har bitta qabulimga kirgan bemorni o'zini xuddi doktorda o'qitgandek qilib o'zini o'qitib keyin jo'nataman. Holbuki yurganda tentiramay aniq yuradi. Aniq savollarga javob beradigan bo'ladi deyman. Ya'ni har bitta qabulimga kelgan bemorni ularni o'ziga o'zlaridagi bo'layotgan kasallikni o'rgatib va uni qanaqa yechim berishni o'ziga o'rgatib qo'yamanda, keyin mazza qilib o'tiraman. Ya'ni u nafaq bir marta bitta odamning o't qop motorikasini qildirsam, u butun oila a'zolari, o'rtoqlari doimiy yurganida bundan keyin 90 ga kirguncha necha marta yo'lda o'tsa, "Sen o't qopingni motorika bilan ko'rganmisan?" deb savollar beradigan qilib qo'yaman-da va ana shundan mazza qilaman. Mana bugungi videoyim o'ylaymanki, imkon qadar offline yonimga keladiganlar hammasi biladi. Ularning hammasini o't qopini motorika qildirganman. Lekin sizlar onlayndagilarga albatta ularga ham xohlagan bo'lardim. O'zlaringizni bir marta bo'lsa ham, har bir inson bir marta bo'lsa ham o't qopini motorikasini o'zida qildirib ko'rsa, qanaqa zo'r bo'lar. Juda ko'p narsalarni oldini olgan bo'lar edingizlar.